Hammaga bugungi ishlarimiz yana kompressor bo'ldi. Lasetti mashinasidagi kompressor. Bularda ham utechkalar bor, mana shu joyda ko'rib turganingizdek tumshuqlarida. Bularni ham hozir sanliklarni yangilab, ishlarni a'lo darajada bitirib beramiz. Xo'p, kompressorlarimizni razbirat qilib oldik. Tumshug'ida turadigan sanligi charchagan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bularni hozir полностью yangilab, chiroyli qilib, idealni qilib yig'ib beramiz. Utechka chiqmaydigan qilib, inshaalloh. Kompressorlarimiz sanliklarini yangiladik. Mana davleni urib, suvga qo'yganimizda ham tumshuqlaridan chiqarmayapti mana. Ideal darajada bo'ldi, xudo xolisa. Kompressor xizmatlari ham kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Ishlarni sifatli bitirib beramiz. Mana davleni urilgan.